Xo'jayin metodi. Bu metodda mana shu ko'ylaklar ichiga savol yashiringan, savolga to'g'ri javob topgan insonga mana shu ko'ylak sovg'a. Navbatma-navbat chiqib savollarga javob topamiz. Davriy sistema nechinchi yilda kim tomonidan kashf qilingan? 1869-yil rus olimi Dmitriy Ivanovich Mendeleyev tomonidan. To'g'ri. Xronik elektron konfiguratsiyasini yozing. Hozirda amaldagi davriy jadvallar qaysi tartibda joylashgan? 118 ta element bor, 7 ta davr, 10 ta qator, 8 ta gruppa. Sizlardan chiqish. Galogenlar nechinchi guruh elementlari va ular qaysilar? Galogenlar 7-chi guruh elementlari xlor, ftor, brom, yod ular kiradi. Demak, davriy sistemada oilalar soni va rangini ayting. Birinchisi ishkorlar, ikkinchisi ishkoriy elementlar, uchinchisi bor guruh, to'rtinchisi uglerod guruhi, beshinchisi kislorod, oltinchisi galogenlar, inert gazlar. Davriy sistemada SPDF oilalar soni guruhlar nomi qizil sara borud, to'g'ri. Davriy sistemada guruhlar soni nechta? 8 ta. To'g'ri. Davriy sistemada guruhlar soni 8 ta. To'g'ri. Davriy sistemada nechta element bor? 118 ta. navbat bilamizlar. Yana 3 ta savol qoldi. davriy sistemada davrlar soni nechta? 8 ta. Kichik davrlar qaysilar? Katta davrlar qaysilar? 1, 2, 3 kichik davr, 4, 5, 6, 7 katta davr. Keyingisi. Davriy jadval nima? Ishkoriy metallardan boshlanib, elektr gazdan tugatilgan. Gorizontal tartibda sistem deyiladi. Barakalla.